Opa, yaqinda to'yim, lekin makiyaj qilishni bilmayman. Har kunlikka oddiy makiyaj qilishni o'rgating deb yozib qoldilar bitta obunachim. Xo'p bo'ladi-da, oddiy va noodatiy makiyaj qilishni mazkur o'rgataman. Har kunlik makiyajingizga mana shu CC kremni ishlatganingiz ma'qul. 3 tasi bitta namlantiruvchisi ham, SPF kasi ham, tonali kremi ham ichida bo'ladi. Lekin mening yuzim o'ta quruq bo'lgani uchun bitta Shivaterda namlantiruvchi kremini yaxshilab surtib olib, undan keyin CC kremimizni surtamiz. Agar sizning yuzingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, umuman namlantiruvchi krem surtmaysiz, quruq yuzingiz o'ziga mana shu CC kremni surtib olasiz. Hech qanaqa sponjilarsiz qo'linglarni o'zida surtasizlar, bir tekisda idealniy bo'lib turadi, tangaga o'xshab yig'ilib qolmaydi. Yuzinglarning rangi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa rangga moslashib oladi. Bu CC kremda original manda sotuvda bor. Kim olmoqchi bo'lsa, Telegramdan yozasizlar, Telegramdan zakazini qabul qilaman. Keyin qoshimizni bo'yashga o'tamiz. Qoshimizni chiroyligina qilib bo'yab olamiz. Keyingi etapimiz korrektor bilan ko'rsatgan zonalarimga chizib chiqasizlar. Yuzinglarning yonini ozg'in qilib ko'rsatadi, burninglar katta bo'lsa, chiroyligina uzun qilib ko'rsatishga yordam beradi. Bu korrektorni men Xitoydan zakaz qilganman. Xitoy kursimda o'qisanglar, mana shunaqa dekorativniy kosmetikalarni ham bemalol zakaz qila olasizlar. Keyingi etapimiz konsiler. Konsiler ko'zinglarni tagi ko'kargan bo'lsa yoki qoraygan bo'lsa, oqartirib makiyajlarni svesh qilib berishga yordam beradi. Va rumiyanani yanoqchalarimizga surtib chiqamiz. O'sha makiyajimiz qanaqa ochildi. Endi strelka chizib olamiz. Men strelkani qalamda chizaman. Mana shu qalamdan olsanglar, umuman ketmaydigan juda ham zo'r qalam. Endi makiyajimizni noodatiy joyiga keldik. Qizil yoki roziga qalam bilan ko'zinglarni tagiga xuddi shunday qilib chizib chiqasizlar. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib qoldi. Makiyajimiz highlightersiz bo'lmaydi. Highlighterlarimizni qo'yib olamiz, tushlarimizni surtamiz. Mana shu tushni ishlatsangiz, kiprikinglar naqd kosmosga uchadi. Makiyajimizning oxirgi etapi labimizni bo'yab olamiz. Prarans 22 qalam bilan labimizni chizib chiqib, labimizni mana shunaqa blisik pomada bilan bo'yab olamiz. Mana shunaqa noodatiy makiyajimiz ham tayyor bo'ldi. Makiyaj sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, menga podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shu kabi foydali videolarni meni profilimdan topasiz.